Yadro tibbiyoti sohasining bugungi kundagi yutuqlarini keng jamoatchilikka tanishtirish maqsadida Yadro fizikasi institutiga qarashli radiopreparat davlat muassasasida jurnalistlar uchun press-tur tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tashabbusi bilan o'tkazilgan mazkur tadbirda media vakillari nafaqat ishlab chiqarish jarayonlari, balki yadro tibbiyoti sohasida qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalarning real amaliyotini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shu bilan bir qatorda radioaktiv izotoplar yaratishdan tortib ularni tayyor dori shakliga keltirishgacha bo'lgan jarayon to'liq ilmiy va ishlab chiqarish sikli ko'rsatib berildi. Korxonamizda shuningdek immunoferment test to'plamlari uchun ishlab chiqarish bo'limi mavjud. Bu yerda hech qanaqa radiatsiya yo'q, hamma narsalar inaktivatsiya qilingan bo'ladi. 56 gradusda inaktivatsiya qilingan bo'ladi. Hech qanaqa kasal anaqalar yo'q. Bu yerda biza immunoferment uchun to'plamlar ishlab chiqaramiz. Gepatit C, gepatit B, VICH 3 va 4 avlod uchun to'plamlar hamda torch infeksiyalar, xlamidiya, treponema pallidum, ya'ni sifilis hamda sitomegalovirus va shunga o'xshash torch infeksiyalar uchun to'plamlar ishlab chiqaramiz bu yerda. Boshqa preparatlarni qaraganda bizaniki endi o'zimizni ishlab chiqarish bo'lgani uchun boshqa preparatlarga qaraganda 2 barobar arzon turadi. Har bitta mana lumkada 96 ta bo'lsa, например, 96 ta odamni qonni tekshirsa bo'ladi. Bitta odamni qonini tekshirish arzonga tushadi, ham chet el analoglarga hech qanaqasiga spesifichность, чувствительность, sezuvchanligi va o'ziga xosligi nisbatan yutqizmaydi. 100% dan 100% natija beramiz biz. Korxona faoliyati avvalo onkologiya, endokrinologiya va yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash hamda davolashda qo'llaniladigan radiofarmatsevtik preparatlar ishlab chiqarishga qaratilgan. Aynan shu mahsulotlar bugun mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimining juda muhim qismiga aylangan. Bundan tashqari diagnostika uchun immunoferment test tizimlar, shuningdek Texnitsi 99M generatorlarining tayyorlanish jarayoni ham jurnalistlarga namoyish etildi. Ishlab chiqarishda xalqaro standartlarga to'liq amal qilinishi bu yerda xavfsizlik va sifatning eng ustuvor vazifa ekanini ko'rsatadi. Radio preparat muassasasi bugungi kunda mamlakat ichki ehtiyojini to'liq qondiribgina qolmay, eksport bozorida ham faol ishtirok etmoqda. Rossiya, Xitoy, Turkiya, Yaponiya va Yevropaning qator davlatlari bilan doimiy hamkorlik mahalliy texnologiyalar raqobatbardoshligini yaqqol isbotlaydi. Birgina joriy yilning o'zida 30 dan ortiq eksport bitimlarining amalga oshirilgani ham bunga misol. Yadro tibbiyoti bu shunday bir tibbiyotning bir maxsus bir yo'nalishki, bunda bemorning tanasiga maxsus o'sha radioaktiv izotoplar bilan nishonlangan dori vositasi kiritiladi. Ana o'sha kiritilgan dori vositasi o'sha ma'lum bir organga, ma'lum bir sistema, organ odamning sistema, masalan, nerv sistemasiga bo'lishi mumkin, suyak sistemasi bo'lishi mumkin yoki oshqozon ichak sistemasi bo'lishi mumkin. Xullas, ma'lum bir organga har bir preparat har bir organga spesifik hisoblanadi, tanlangan bo'ladi. Ana o'sha spesifik dori borib yig'ilgandan keyin o'zidan chiqarayotgan nur bilan uni fiksatsiya qilinadi. U nur hal izotop dori o'sha radio tibbiyotida ishlatilgan dori vositalari ikki xil turga bo'linadi. Bu agar u o'zidan gamma nur chiqariladigan bo'lsa yumshoq, u diagnostika uchun qo'llaniladi. Agar o'zidan davolash maqsadida bo'lsa, unda o'zidan beta nur chiqarish kerak. Ya'ni uni o'zidan zarracha chiqargandan keyin o'sha chiqargan zarrachaning energiyasi o'zidan chiqargan energiyasini o'sha rak hujayralariga, masalan, rak hujayralarni yo'q qilish maqsadi bo'lsa, o'sha rak hujayralariga borib, o'zining energiyasini borib, o'sha rak hujayralarni parchalashga olib keladi. Shunga bog'liq bo'ladi. Press-tur davomida ilmiy xodimlar, ekspertlar va jurnalistlar ochiq muloqot qildilar. Yadro tibbiyotining kelajagi, yangi tadqiqotlar, kadrlar almashinuvi va xalqaro loyihalar keng muhokama qilindi. Biz o'z radio preparat davlat muassasasida ishlab chiqarilgan radiofarm preparatlar hozirgi kunda solishtiradigan bo'lsak dunyo bozori bilan. Ichki bozorimizda bitta generatorda narxi bizda 1 million so'mdan oshiqroq xolos. Jahon bozorida bu bitta generator kamida $1000 turadi, eng kami. Ya'ni minimal dozadagi. Minimal dozada degani bu har bitta generator bir necha xil dozirovkada chiqariladi. Bizda masalan 5.5 gbk dan 18.5 gbk gacha. Bizda ana o'sha eng maksimal anaqasi dozirovkasi 1,5 million atrofida turadi. Undan ko'p emas. Bu 1,5 18 gbkdagi generatorning jahon bozorida bu
kamida 2-3 ming dollar turadi kamida. Bundan tashqari yana farm preparatlari bor. Men hozir yuqorida aytdim, Lutesiy 177. Uni davolashda masalan chet elda Germaniyada masalan Lutesiy sima bilan davolash 4 ta bosqichdan, ba'zi holatda 6 bosqichdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi bosqichda bir marta bitta doza yuborilgandan keyin 4 hafta, 6 haftadan keyin yana qayta shunaqa 4 marta davomida 4 bosqichda davolanadi. Ana o'sha bitta bosqichda bitta kurs lecheniya taxminan bir 15 ming 20 ming dollar tashkil qiladi. Bizda chiqarayotgan Lutesiy sima preparatimiz где-то 15 million turadi. Taxminan bir bo'lmaganda bir 10 marta arzon. Agar xuddi shuni bemor agar chet elga borsa, bitta kurs lecheni olish uchun bir kamida 15-20 ming dollar sarflashga to'g'ri keladi. Shu tariqa radiopreparat muassasasining nafaqat ishlab chiqarish korxonasi, balki milliy yadro tibbiyot infratuzilmasida strategik markaz sifatidagi o'rni muhimligiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Bu yerda yaratilayotgan mahsulotlar milliy davolash muassasalarining samaradorligini oshirib, bemorlar uchun aniqlik va xavfsizlikni kafolatlaydi. Yuqori texnologiyali jarayonlar, ilmiy izlanishlar va amaliy ishlab chiqarish uyg'unligi esa O'zbekistonning ilmiy texnik taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.